Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala khayri khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda marhamat qilib aytadiki, yuhramu min ibn adam kullu shay illa ithnatan, al-khirsu wal amal. Sadaqa Rasululloh. Ana sizlar bilan bir necha kundan beri qalb kasalliklari haqida gaplashib kelyapmiz. Qo'rquv haqida gaplashdik. Kervoziy haqida gaplashdik. Umid haqida gaplashdik. Ya'ni aytdikki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana shunday bir hadislarida ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Albatta insonning jasadida bir parcha bir kichkinagina a'zo bor. Agar shu a'zo tuzalsa, butun jasad tuzaladi. Va mana shu a'zo buzilishligi bilan butun jasad buziladi. Ala va hiya qalb. Albatta u qalb dedi. Mana shuni shior qilib sizlar bilan bir necha kundan beri qalb kasalliklari haqida gaplashyapmiz. Mana bugun sizlar bilan gaplashadigan bir mavzuyimiz mana shu quyidagi aytilgan hadis bilan boshlanadi. Rasululloh marhamat qilib aytadiki, inson bolasidan har qanday narsa olib qo'yilishligi mumkin. Inson har qanday narsasidan ayrilib qolishligi mumkin. Boyligidan, sog'ligidan, obro'yidan, chiroyidan. Lekin shunday bir kasal borki, hech qachon insondan bu ayrilmaydi. Bu hirs va orzu havas. Ya'ni bir odamda tafaraz qiling, beli uzilib ketdi-da, yurishligidan umidi uzildi. Boyligidan ayrildi, yotib qoldi. Lekin hech qachon uning qalbida hirs, dunyoga bo'lgan muhabbat ana shu tuzalib qolsa bir kuni yana shu qaytadan dunyoda qo'lga kiritishlik hirsi, havasi yo'qolmaydi. Bugun mana shu hirs haqida gaplashamiz. Hirs bir narsani qattiq xohlashlik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana quyidagi sahih hadislarda marhamat qiladi. Oysha roziyallohu anhadan so'rashdiki, "Ya ummul mu'minin, ma aktsaru ma kana yaqulu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam idza dahala al-bayt." Oysha onamizdan so'rashadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyiga kirgan paytda ko'proq qaysi gapni aytar edi, qaysi gapni ko'proq takrorlardi deganda, Oysha onamiz Rasulullohning quyidagi hadislarni aytadi. "Law anna libni adama wadiyayn min zahabin latamanna ilayhima thalithan wa la yamla'u jafa ibn adam illa turab wa yatubu Allahu ala man tab innama ja'ala Allahu ta'ala hadha al-mala liqama bihi as-salah wa yu'ta bihi az-zakah." Rasululloh uyga ko'p kirgan paytda ko'p takrorlaydigan so'zlar shu deganki, agar inson bolasiga 2 vodiy oltin berilsa, 1 vodiy degan rivoyatlar ham bor, bu yerda 2 vodiy deb aytilyapti. Ya'ni mana bunday tilda bo'lsa, o'zi yetadi deb o'ylaymiz, birodarlar. Agar g'ishtdek bo'ladigan bo'lsa, yana yaxshi. Agar mashinadek bo'ladigan bo'lsa, biz uni qancha pul bo'lishini tasavvur ham qila olmaymiz. Kalkulyatorimizga sig'maydi, birodar. Uni grammi falan pul turadi, to'g'rimi? Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sulaymon tog'achalik demayapti. 1 vodiy demayapti. 2 vodiy deyapti. Aytamiz-ku, agar meni mononcha pulim bo'lganda yetardi deymiz. Birodarlar, u quruq gap. Agar shu gapni gapirib odam, men gapimda rost gapiryapman, menga yetar desa, kazzob deb qo'yadi shu odamni. Chunki Rasululloh 1 vodiy emas, 2 vodiy oltin berilsa, 3-sini orzu qilardi deydi. Biram odamlar bor dunyoda. Shvetsarskiy bankadagi pullarini nolini Alloh biladi, o'zlari biladi. Lekin nima yetmayapti shularga? Agar inson bolasining qalbi Allohga bo'lgan muhabbat bilan ovora bo'lmaydigan bo'lsa, dunyoga bo'lgan hirs, dunyoga bo'lgan muhabbat bilan to'ladigan bo'lsa, hech qachon to'lmaydi. Insonning ko'ziga butun olamlar sig'ib ketadi. Shunaqa chuqur bo'ladi va bir hovuch turpoq bilan to'lib qoladi. Haqiqatda. Dunyoda qarang, atrofingizga qarang, biram boylar bor. Shularga nima yetmas ekan, o'lib tolib savdo qiladi, 5 so'm ustida tolashadi va o'shalarga kerakda pul. Ya'ni insonning qalbi qancha och bo'lsa, shuncha ko'proq talab qiladi. Mana haligi zamonamizda oladigan bo'lsak, hali Microsoft degan kompaniyani prezidenti bor. 5 yil burun eshitganimda 300 milliard dollar bor edi ekan. Ya'ni u qanaqa pul? U programma ishlab chiqaradi kompyuterlarga, shuni sotish evaziga puli ko'payadi. Ya'ni aksiyalar ko'payib turadi.
Kuniga pul tug'ib turadi. 5 yil burun yer yuzidagi 6 milliard odamga bir mahal nonushta berishiga qurbi yetardi ekan. Mana shunga nima yetmas edi? Ishlayapti yana. Lekin shuni og'zi tan bilmas ekan, birodarlar. Shu kishini og'zi tan bilmas ekan. Inson bolasi to'ymasligini hammamiz bilamiz. Aytaveramiz, lekin hayotda amal qilyapmizmi, qilmayapmizmi, Alloh bilsin. Biz sevatda suv tashimoqchi bo'lgan odamlarga o'xshaymiz. Qalbimizni dunyo bilan to'ldirmoqchi bo'lgan paytimizda. U sevat bilan suv olib kelish mumkin bo'lmagandek, insonning qalbi hech qachon dunyoga to'ymaydi. Qalb faqat Allohning zikri bilan orom olishigini Qur'onda Alloh taolo marhamat qildi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Mana 10 ming bo'lsa yetadi deganmiz. Bo'ldi, bo'lganlarda. Yetdimi? Yetmadi. Endi 50 ming bo'lganda yetadi dedik. Bo'ldi. Yetdimi? Birodarlar, yetmaydi. Rasululloh 2 vodiy deyapti. Desa, 3-vodiyda orzu qiladi deydi. Inson bolasini qornida Rasululloh faqat tuproq to'lg'izadi dedi. Va Alloh taolo tavba qilgan bandaning tavbasini albatta qabul qiladi. Endi bu pul nima uchun berilgan? Mana aytyapmiz, kiyimni issiqdan, sovuqdan saqlama qilish uchun, saqlanish uchun kiyamiz. Telefonda uzoqimiz yaqin qilish uchun ishlatamiz. Har bitta narsani Alloh taolo belgilab qo'ygan bir vazifasi bor. Mana mikrofonda ham o'zining vazifasi bor. Shu vazifa bajarilmasa, kerak emas, tashlaveramiz buni. Shundaymi? Pulni Alloh taolo nimaga bergan desa, namoz qoyim qilinishligi uchun, zakot, sadaqa berishligi uchun deydi. Demak, bir inson dunyoda qancha topganligi farqli bo'ladi ikkinchisidan, qancha bo'lishidan qat'iy nazar, shu topgan puli bilan namoz o'qiyotgan bo'lsa, zakot sadaqasini berayotgan bo'lsa, pulni o'zining vazifasini vaqtida bajaribdi. Dunyoda insonlar qo'lida dunyo matosi ozroq bo'lganiga doim xafa bo'lib kelgan va qiyomatgacha xafa bo'lib boradi. Lekin bir kun borki, inson qo'lida dunyo matosi ozroq bo'lganiga xursand bo'ladi. Bu qiyomat kuni. Oddiy narsa, aeroportdan o'tayotganingizda qo'lingizda 6 ta chamadon bo'lsa, 6 ta mashaqqat u. Qo'lingizda chamadoningiz bo'lsa, yerga o'tib ketasiz. Birodarlar, qo'lida dunyosi bor birodarlar kambag'allarga berganda, tamojini mumkin olib o'tib ketayotgan bir odamga o'xshaydi. Olib o'tib berishadi mana yoqqa. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa hadisda marhamat qiladi, 3 kishiga 3 ta narsani va'da qilaman deydi. Ya'ni sen falon sifatlarga ega bo'lsang, falon sifat albatta sening yoningda qo'shimcha bo'ladi. Lil mukabbi ala dunya wal haris alayha va shaqiq biha faqrun la ghina ba'dahu va shughlun la faragata minhu faragha va hamdul la faraja ma'hu. Dunyoga mukkasdan ketgan odam bo'lsa, 1. Dunyoga haris bo'lgan bo'lsa, 2. Va baxil bo'lgan bo'lsa dunyoda. Bu 3 odamga nima va'da qilingan? Dunyoga mukkasdan ketgan odamga hech qachon tugamaydigan faqirlik beriladi deydi. Yetmaydi, doim kambag'al bo'laveradi. Kecha aytdik-ku, o'lchov qanaqa edi? Islom bizga qo'ygan o'lchov. Dunyo ishlarida o'zimizdan holi xarabroq bo'lgan odamga qarasak, shukr degan sifat paydo bo'ladi qalbimizda. Alhamdulillah, onanchalik emasman deysiz. Din ishlarida o'zingizdan yuqoriroq bo'lgan odamga qaraganingizda, shularga yetishim kerak degan g'am bo'lardi-da, xotirjamlik paydo bo'lardi. Lekin bu o'lchov teskari bo'lib qoldi bizda. Dunyo ishida doim bizdan kimdir oldida, yetolmayapsiz qolib, din ishlarida qarasangiz ancha-muncha odamdan yaxshi bo'lib qo'ygansiz. Shuning uchun o'lchov chatoq bo'lganligi uchun hech hisobimiz to'g'ri chiqmayapti. O'lchov chatoq birodarlar. O'zimizning shaharda bo'lgan ish. Bittasi bozordan metr olib, uyini romlarini o'lchab turib, plastik qiladigan joyga olib boribdi. Plastik qiladiganlar, rom qiladiganlar o'sha o'lchov bilan romni qilib olib kelsa, to'g'ri kelmabdi. Kichkina kelib qoldi. U miqdorda metr edi ekan, sal urib olingan metr ekan. Ya'ni ana shu ishxonadagi metr bilan ana shu uyda egasining metri bir xil bo'lganda to'g'ri kelar edi. Lekin o'lchov chataqligi uchun ular har qancha millimetrga to'g'ri qilmasin, klienti metri chataq bo'lganligi uchun o'lchov chiqmaydi. Biz agar dunyo matosi bilan qalbimizni xotirjam qilmoqchi bo'lib, dunyo bilan to'yishimiz mumkinligi haqida xayolga bor ekan bo'lsak, bu xomtama bo'lmaydigan ish bu. Rom to'g'ri kelmaydi doim birodarlar. Yo katta kelib qoladi, yo kichkina kelib qoladi. Mukkasidan dunyoga qul bo'lgan kishi hech qachon boy bo'lmaydi. Doim faqir bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu sahih hadislarda va'da qilyapti. Dunyoga haris bo'lgan odamga, hirs qo'yib, dunyoni ketidan quvalab yuradigan odamni g'ami faqat pul topish bo'lsa, hech qachon bo'sh vaqti bo'lmaydi uni deyapti. Hatto onasining oldiga kirgani vaqti
Bo'lmaydi. U qarindoshlar opa-singilni qo'ying. Ish ko'p deydi. Ish ko'p deydi. Mana inshaalloh bir necha kunlardan keyin mana shu rizqqa taalluqli darslarni boshlaymiz, xotirjamlikka taalluqli. Ana shu rizqqa barakat olib keladigan ishlardan bittasi 8 ta ishidan bittasi silay rahim deyilgan. Silay rahim nima degani? Qarindosh urug'ni holidan xabar olishlik. Opa-singil birinchi navbatda, ota-ona, aka-uka, undan keyin amma-xola, tog'alar. Mana shu narsani qilsanglar dedi payg'ambarimiz, umringlarga baraka keladi, rizqinglarga kenglik keladi dedi. Yo'q, biz ularni ziyorat qilmasdan bozordan istayapmiz barakani. Fabotag'o indallohi rizqa va abuduhu vashkuru. Rizqni birodarlar bozordan, konteynerdan, mashinadan, do'kondan topmaymiz. Yaxshilab tushunib olaylik. Rizqni meni huzurimdan istaylar dedi Alloh. Menga ibodat qilish bilan, men aytgan ishni qilish bilan yashaylar-da, men beraman barakani deyapti Alloh. Alloh bu yoqda desa, bu yoqqa tashlayapti so'zingizni. Dunyoda ketidan quvgan kishini hech qachon bo'sh vaqt, haqiqatda bo'sh vaqtimiz bo'lmayapti-ku, to'g'rimi? Va ish ko'p. O'zimga qarasa, absolutni bekarchi o'zi. Lekin dunyo ketidan quvganligidan ammasini borib ko'rishida, bu bekarchilikda bo'ladigan ish deydi. Ammani holini ziyorat qilib qo'yib turib, ozgina harakat qilganida, Alloh berar edi, sen bu yoqni uzib qo'yapsan o'zi. Rizqni Allohning huzuridan istash kerak birodarlar. Avval, keyin dunyoga harakat qilish kerak, qadamni bosib. Va dunyoda baxil bo'lgan kishiga hech qachon tugamaydigan g'amni beraman deydi. Qo'lidan puli ketib qolsa, ya'ni qo'lidagi puli qalbiga joylashib qo'ygan kishi pul chiqib ketayotganini ko'rganda joni chiqib ketayotgan bo'ladi. Pul jigardan bo'ladi. Jigarni bir chekkasini uzib olgandek bo'ladi. Agar insonda pulga baxilligi olsa, pulga shunday muhabbat kiradigan bo'lsa, bu insonni hech qachon g'ami tugamaydi. Chunki har kuni nima qilish kerak? Chiqim qilish kerak birodar, bola chaqa boqish kerak, svetga, gazga to'lash kerak. Har safar dadasi sovun tugabdi desa, yanami deydi. Chunki yurakdan chiqib kelyapti. Oilaga sarflashi Allohning buyrug'i emasmidi? Xursand bo'lib sarflash kerak emasmidi? O'zimizga olaylik-da hammamiz. Shu ertamanda pul so'ramasanglar deb chiqiramiz cho'ntak kaldiyatib. Bu ana shu dunyoga bo'lgan muhabbatni belgisi, cho'ntakdan chiqib kelmayotganligi. Mana Ali ibn Abi Talib aytadi, sizlarni ikkita kasalga duchor bo'lib qolishinglardan qattiq qo'rqaman deydi. Bu orzu havasga berilib ketishlik va havoi nafsilarga qul bo'lib qolishliginglar deydi. Bu qayerga olib boradi bu kasal? Mana orzu havas birodarlar. O'g'il ko'rsak 20 ta terak ekamiz. Qiz ko'rsak sondiq ochamiz. Nima deymiz unatini? Orzu havas deymiz. Shu orzu havasning yo'lida qul bo'lib ketyapmiz. Bir o'g'il bola Allohning bir yo'lida bola chaqasini boqish uchun 5 yil Rossiyaga borib ishlab kelyapti. Qachirdik? Duo olgan, nimadir duo olgan? Topganing 6 oy ishlab kelyapti-da 15 kunda sabab qo'yib turib, topgan to'yga duo ijobat bo'lyapti birodarlar. Tayindan shamol o'tsin, topganing taydan tinmay shamol o'tyapti, topgan to'yga sarflayapti. Yana ketyapti. Yana xotinlarda qo'lida bo'lganligi uchun biz hayotimiz rahbariyati 2 metr material deb turib, 6 yil ishlab kelgan hachirda mehnatini ko'kka sovuryapti. Orzu havas. Nima bizni qizimiz yerdan chiqibdimi? Nima biz o'g'limiz qo'ziqorin ekanmi? Nimaga bizga 3 mahal mazalab kelmaydi? Qayerdan chiqdi shu narsalar? Ota ko'rdisi bor, chaqirg'i bor, tiqilib ketgan bu narsa. Birodarlar, agar erkaklarda qo'lida bo'lsa, bu narsalar kamroq bo'ladi. Orzu havas. Biz ham odamlarga yashaylik. Falonchi mana qara parda ilibdi dadasi, biz ham ilmasak bo'lmaydi. Mana Odam alayhisalomda vafot etayotganda qilgan 5 ta nasihat bor ekan. Shuni o'qib beraman. Juda chiroyli nasihatlar ekan. Subhanalloh. Havoi nafsga ergashishlik, mana orzu havasga berilishlik deyapti Ali ibn Abi Talib. Sizlarga oxiratda esdan chiqargizib qo'yadi. Endi mana shu parda ilib olishim kerak, falon pullik. Ha, bildingiz. Endi kafil qilib olishim kerak. Ha, qildingiz. Keyin mana gilom solib olishim kerak, qildingiz. Keyin titan diska qo'yishim kerak, keyin chenjir qo'yishim kerak deb chiqaveradi. O'sha orzu havasning ko'pligi o'lim borligini esdan chiqargizib qo'yadi, deyapti. O'lim haqida gapirsangiz, og'zingni shamol olsin deydi. O'lim haqida gapirsangiz, eshitishni xohlamaydi. Chunki orzu havas nima? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday chizdi. Bunday chizdida, mana u dedi insonda orzu havaslari dedi. Shart o'rtasidan chiz bu dedi ajal dedi.
Biz kimimiz bilamiz o'sha orzu havasimizni hammasiga yetishligimizni. Biz orzu havasimizni jalaveramiz, ajrashab kesib ketaveradi. Orzu havasga ko'p berilsanglar, o'limni esdan chiqarib qo'yasizlar. Endi havoi nafsinglarga ergashsanglar, haqqa itoat qilishdan to'silib qolasizlar dedi. Ko'nglingiz xohlamay qoladi haqda. Bu narsa mumkin emas desa, ko'nglingiz yoqmaganligi uchun u gapga itoat qila olmaysiz. Qaysi kasal haqida gaplashyapmiz, birodarlar? Orzu havas, dunyoga mehr muhabbat qo'yishlik. Ali ibn Abi Talibdan Hazrat Umar bir nasihat qilishligini so'raganida Ali ibn Abi Talib aytadiki: "Ya amiral mu'minin, agar sohibingiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yo'liqishni xohlasangiz, ko'nglida soddarog'ini kiying, odmiroq yuring, orzu amallar, orzu havaslarni qisqaroq qiling, Rasulullohning yonida bo'lasiz" deydi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganda bilamiz, uyda hech narsasi bo'lgan emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uyiga mehmon kelganda Rasulullohning mehmonligiga kim ziyofat qilib beradi desa, bitta sahoba turib men deya olgan emas. Qo'lida yo'q bo'lgan. Ziyofat deganda birodarlar, bizning ziyofatimiz emas u, qaymog'i, somsasi, 3 xil mazari bilan. Ular bir mahal qonini to'g'izib qo'ysa mehmonda, shu ziyofat deyilavergan. Qaranglar, kimimiz shunaqa bir ziyofat qilib bera olmaymiz? Rasululloh sahobalar kambag'al bo'lgan, Rasul o'zi kambag'al bo'lgan, lekin hayot shirin bo'lavergan. Abu Dardo roziyallohu anhu puldor bo'lgan, juda katta puldor bo'lgan musulmon bo'lguncha. Lekin islomga kirgandan keyin, iymonning mazasini qalbiga tushib, iymonning halovatini totib qolgandan keyin dunyoda sal surib qo'ygan ekan. Nimaga? Agar degan ekan Abu Dardo roziyallohu anhu, bu hali qo'lida yo'q bo'lganligi uchun, ya'ni yo'q bo'lgandan keyin qanday bu iymon bilan maza qilishga majbur dedi. U bo'lgan qo'lida, lekin surgan, solishtira olgan dunyoning muhabbati bilan iymonda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda deydi, masjidiga bir devor do'konim bo'lsa, sharoit qarang. Kuniga 1000 dinor foyda qilsa, $1000 deylik, biz ishtil deyotganda, 1000 dinor foyda qilib turib, 5 mahallamizni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjidida o'qisam, shunaqa sharoit bo'lsa, shu tijoratni qilmadim deydi. Nimaga? Sharoit zo'r desa, namozda turganda baribir qalbim dunyo tijorati bilan ovora bo'lib qolardi. Hozir keyinlar kelib qoladi. Hozir Namangan keladi. Hozir Qo'qon keladi. Jumani nari ozonashga taqab boramiz, Allohu akbar deymiz, 4 rakatdan nari qochamiz, kimlarga ketib qolmasin deb. Namozda turganimizda hisob kitob turadi kallamizda. Abu Dardo iymonning mazasini tushunib qolgandan keyin ko'p ham bar o'lib ketdi hammasi. Abu Jahl ham o'ldi, Abu Sufyon ham o'ldi, iymon keltirdi Abu Sufyon. Qorun ham o'ldi, Harun alayhisalom ham o'ldi, Firavn ham o'ldi. Kim bundan olib ketdi? Hamma gunohlarda boshlanishligi 3 ta gunohdan boshlanar ekan. Bu hirs, hasad, kibr. Agar tartiblansak, hasad, hirs, kibr. Shu 3 ta kasal bo'lmasa insonda boshqa gunoh bo'lmas ekan. Bu mana shu hamma gunohlarda boshlanishi ekan. Hasad kimdan bo'ldi? Birodarlar, birinchi kibr bo'lmagan gunoh, birinchi hasad bo'lgan. Odam alayhisalomda jannatda Alloh taolo ana shu 60 metrlik haykal suratini yaratib qo'ygan paytda shayton kelib hasadi keldi. Ine kibr qildi, sajda qildi ekanlar. Hasad shaytondan bo'ldi, hirs Odam alayhisalomdan bo'ldi. Qaranglar, Alloh taolo jannatga Odam alayhisalom bilan Havvo onani yaratib turib, mana jannat dedi. Birodarlar, jannat nima kerak bor yana boshqa yerda? Shayton nimalarni oldigan? Umuman kerak bo'lmagan narsalarni olib qo'ygan. Mana jannat sizlarga dedi. Xohlagan joyda yashanglar dedi. Xohlagancha yeylar, ichinglar, och qolmaysizlar, chanqamaysizlar, o'lmaysizlar, qiylanmaysizlar. Jannat birodarlar. Shayton nima deb keldi? Bilasizlarmi dedi. Sajda qil deganda sajda qilmadi, chiqarib yubordi Alloh taolo aytdi, shayton sizlarga dushman dedi. Mana jannat dedi. Mana bitta daraxt dedi. Aniq matematika, oddiy matematika. Mana jannat, mana daraxt, mana shayton. Ikkita narsani aytib Alloh. Shayton bilan daraxt aytayapti. Shayton kelib nima deb oldi? Sizlarga abadiy mulk va bitmas tuganmas boylikni beradigan daraxtni ko'rsataymi dedi. Ya'ni tugamaydigan hayot va bitmaydigan nima? Birodarlar, jannatda pul nima kerak bor edi? O'ylab ko'ringlarchi. Jannatda o'lmaysan deganida, abadiy hayotda nima kerak bor edi? Kerakmi shu ikkita narsa? Xuddi shunga o'xshaganda dunyoda oshchasi ham kerak emas, birodarlar. Chunki javob berish bor.
100 kiloli odamni bitta oyog'iga 50 kilodan yuk tushadi. 50 kilo bo'lsa 25 kilodan tushadi. Shivobilarni tiyadingmi? Bir kun o'g'irib ketadi shu uyda. Birodarlar, dunyo qancha ko'p bo'lsa, javobgarlik shuncha ko'p bo'ladi. Dunyoda ham, oxiratda ham. Boshqa oyatda keladi, bilasizlarmi Parvardigorga mana shu daraxtni nimaga yemanglar dedi sizlarga dedi. Sizlarni abadiy hayot kechiruvchilardan bo'lishinglarni xohlamadi va farishta bo'lishinglarni xohlamadi dedi. Ha birodarlar, farishta bo'lib qolsa, jannatda nima kerak bor? Yeyish, ichish bo'lmasa, erkak ayollik bo'lmasa, kerak emas narsalar bilan shayton nima qilib qo'ydi? Aldab qo'ydi. Birodarlar, Alloh taolo aytadi, otanglarni shayton adashtirib jannatdan chiqarib olgandek sizlarni ham adashtirib qo'ymasin. Sizlarga oshishda ko'p kerak bo'lmagan narsalar ko'tidan quvurmaylar deyapti. Mana aytdik, hasad shaytondan bo'ldi, hirs Odam alayhisalomdan bo'ldi, kibr iblisdan bo'ldi. Yer yuzida qilingan birinchi gunoh ham hasaddan boshlandi. Ukasining qurbonligini qabul bo'lgan ko'rgan Qobil hasadi keldida shayton gapga kirib nima qildi? Ana shu Qobilni o'ldirguncha arslon bilan qo'y bir joyda yotib yashavergan ekan. Ana shu qon to'kilgandan keyin yirtqichlar boshlagan ekan tashlashdi. Vaqtimiz cheklanganligi uchun yana gapiradigan gapimiz ko'p edi, lekin mana shu 5 ta nasihat bilan inshaalloh qisqartiramiz. Yani shuni bir rivoyatlarda kelar ekanki, rivoyat birodarlar ibratlansak bo'ladi. Bu oyat yoki hadis emas, lekin chiroyli bir ibratlanadigan so'zlar. Odam alayhisalom vafot qilishidan oldin bolalarini to'plab ularga vasiyat qilar ekan. Ya'ni birodarlar diqqat qilaylik. Hammamiz otamiz bo'lgan Odam alayhisalom bizga nasihat qilyapti. Ya'ni ota o'tayotib bolalar chaqasiga hayotda to'plagan eng yaxshi bir tajribalarni gapirib ketadi. Shunday emasmi? Bolalaringizga aytinglar dedi Odam alayhisalom. Dunyo bilan xotirjam bo'lib qolishmasin. Dunyoga ko'ngil qo'yishib yormasin. Chunki men ham jannatga ko'ngil qo'yib, xotirjam bo'lib qoldim, chiqib ketishim mumkinligini esdan chiqarib qo'ydim, jannatdan chiqib ketib qoldim dedi. Dunyoga keldinglar deyapti Odam alayhisalom, chiqib ketasizlar deyapti. Shuni esdan chiqarmanglar dedi. Agar bir odamga bir oydan keyin siz o'lasiz, sizni jigaringiz tugabdi desa, nima ish qiladi bu odam? Hech qora suvga borib savdo qiladimi? Hech narsa qilmaydi. Yotib olib ibodat qiladi. Birinchi nasihat, dunyodan chiqib ketishinglarni esdan chiqarmanglar. Har qaysi lahzada chiqib ketishligi mumkin. Ikkinchi nasihati. Farzandlaringizga aytinglar, ayollarini havoyi nafsiga ergashmasin. Agar men ham ayolimni havoyi nafsiga ergashmaganimda menga malomat yetmasin deydi. Biz erkak kishi sifatida juda ko'p ishni sodda, oddiy bo'lib ketishligini xohlaymiz. Bitta nonushta berasiz, bitta osh beradi, shu bilan nima? Bo'ldi biz uchun. Endi undan keyingi mashmashalari nima? Oyatda buyurilganmi keyingi mashmashalarini? Hadisda buyurilganmi? Sahobalar yoki tobiinlar qilganmi? Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu uylanibdi-yu, payg'ambarimiz aytmabdi to'yga. O'tib ketaveribdi to'yga. Bo'lmaydi aytmasak. Ko'rishganda Abdurrahmondan atir hidi keldi. Abdurrahmon dedi Rasululloh, uylan. Rasululloh aytmabdi. Eshitmay qolibmiz, aytmabdi bizni. Nima deb aytmasa? Avling vara bishatim dedi. Bitta qo'y so'z dedi, e'lon qilib qo'ying, ziyofat berib qo'ying dedi. Bitta qo'y ekan. Agar bizga qolsa. Unda orzu havas kim qiladi? Ana shu orzu havasni deb turib 30 ga kirib ketyapti bolalar. 25 ga kirib ketyapti qizlar. Sepini qilib bera olmaganligi uchun. Kim javob beradi bunga? Ana shu orzu havasni o'ylab topganlar javob beradi. Ana shu orzu havasni o'ylab topganlarga itoat qilayotgan erkaklar javob beradi. Qarzni uzishga, o'likni olib borib qo'yishlikka, qiz bolani joy chiqsa berishlikka shoshilinglar demaganmi payg'ambarimiz? Qolgan ishda shoshilmasanglar endi. Yo biz tayyor emasmiz hali. Uylarimizni remont qilganimiz yo'q hali. Xotininglarda havoyi nafsiga ergashmanglar deydi. Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa degan Alloh taolo. Erkaklar ayollar ustidan nima? Rahbar degan. Xo'sh, ho'kiz deymiz biz. Hozir ho'kiz aravaga chiqib oldi. Aravada o'tirgan tushib so'dira yuribdi akalar.
Otalarimiz haqiqatan ho'kiz bo'lgan, ayollar arabada o'tirgan, yozda salqingina o'ralgan, qishda issiqqina o'ralgan chodirdan tushmasdi ayollarimiz. Uyda o'tirar edi, mukarrama bo'lib o'tirardi, muhtarama bo'lib o'tirardi. Erkak yozda changini, qishda loyin tepalab so'tarab kelar edi. Topganiga rozi bo'lib o'tirardi ayol. Zamonlar keldi, ayol bilan erkakning huquqini tenglaymiz deydi, tenglashdi o'zlaricha. Ayolning huquqi arabada o'tirish edi. Bolalarni tarbiya qilish edi. Tushirib qo'ydik. Ikkovi teng tortadigan bo'ldi. Xo'p, kolxoz bo'ldi. Zamonlar keldi, erkak kishi ko'chaga chiqishlik qiyin bo'lib qoldi. Endi aravaga erkak kishi chiqib oldi. Xotin so'darab yuribdi. Endi bizda hayot aziz bo'lsinmi? Xotininglarni havoyi nafsiga ergashmanglar deyapti. Agar men ergashmaganimda, bu degani umumiy gapni ikki pulga olmaylar degani emas, to'g'ri tushuninglar. Bir safar aytganda o'sha qilib tushunibdi. Xotinni umuman maslahat qilib olmaydi deb birov shuna deb so'radi. Unaqa emas. Chippanada qilib qo'yaylik, gilonda qilib maslahat qiladigan ishlari bor ayol bilan. Lekin shunday ishlar borki, havoyi nafsiga ergashib bo'lmaydi. Xotin bilan maslahat qil. Uchinchi qilgan nasihati qul lahum kullu amalin turidunahu fanzuru aqibatahu. Nima ish qilmoqchi bo'lsanglar, oqibatini o'ylanglar deydi. Bir ishni qilmay turib oqibatini o'ylanglar. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ey iymon keltirganlar dedi Alloh taolo. Bir fosiq bir xabar olib kelsa, tekshirmasdan turib bir ish qilib olmanglar shu xabarga qarab. Bilmasdan bir qavmga ozor yetkazib, nadomat bo'lmanglar deydi. Bir ishni qilmay turib o'ylanglar oxirini deydi. Agar men ham shu mevani yemasdan turib, yesam, nima bo'lishini o'ylaganimda yemasmidim deydi. O'ylamay qilib qo'ydim, chiqib ketib qoldim jannatdan dedi. Bitta xato qildi, chiqib ketdi shu bilan. To'rtinchi nasihati, bir ish qilmoqchi bo'lsanglar, qalbingizga quloq solinglar dedi. Mo'min odamning qalbi hali bir datchikka o'xshab qolar ekan. Hamma qilyapti-yu, hamma ruxsat beryapti, qilaver deyapti, lekin ko'ngil chopmayapti shuni. Qilmay qo'yavering. Chunki mevani shu og'zimga olib kelgan paytimda qalbim nima bo'lgan? Bir iztirobga ekanligini yeyaverganman. Orzu, havas bilan, hirs bilan. Bizga abadiy pul bo'lar ekan, abadiy hayot bo'lar ekan. Jannatda nima kerak bor birodarlar pul? Va 5-nasihati istashiru fil umur. Bir ish qilishdan burun shu ishda aql yetadigan kishilar bilan maslahat qilinglar, qilmay turib. Agar men shu mevani yeyishdan burun farishtalarga maslahat solganimda, farishtalar yengdimi bu mevani? Odam alayhisalom hirs, orzu, havas degan narsaga aldanib qoldi shayton tomonidan va jannatdan chiqib ketdi. 5 ta nasihat. Birinchisi nima edi? Dunyo bilan xotirjam bo'lib qolmanglar, balki chiqib ketasizlar dunyodan. Ikkinchisi, ayollaringizning havoyi nafsiga ergashmanglar. Uchinchisi, bir ish qilmoqchi bo'lsanglar, oqibatini o'ylanglar. To'rtinchisi, qalbingizga quloq solinglar. Beshinchisi, maslahat qilinglar. Biz qilib bo'lib turib, qor aka, 3 talaqa yo'l bormi? U 3 talaq qo'yishdan burun nomard kelib maslahat so'ramadi. Qanaqa tarbiya qilsam bo'ladi? Men ishtonsizda oluvdim. O'zim shu ishtonsizga loyiq edim. O'zim ham ishtonsizdim. Endi namoz o'qib keldim. Ro'mol o'rasam o'ramayapti. Ishton kelsam nima qilay demaymizda 3 talaq qo'yib olib turib, keyin maslahatga kelamiz. Nima qilsa bo'ladi? Yo'ldan harakat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa hadisda marhamat qiladi. Kun fi dunya kannaki g'arib aw abir sabil va ud nafsaka min ahli al-qubur. Dunyoda g'arib, xuddi yo'lovchi singari yashaylar dedi. Musofirda yashaylar dedi. Ko'payib ketdi. Mana payg'ambarimizdan bu duo bor ekan. Mana musofir haqida. Bir musofir mana kinolarda ko'ramiz, qadim zamonda tayog'ini ko'tarib yo'lda yursa, biror bir daraxt tagiga boradi-da, salqinlab o'tiradi, dam oladi, yeydi, cho'g'iladi, nima qiladi yana? To'xtashdan maqsad nima? Dam olishdan maqsad nima? Ketish. Endi bir odam daraxt tagiga o'tirsa-yu, daraxtlarni putab, atroflarini chopib, toshlab terib, aliyatda parvarish qilib qolsa. Ha, taqsir. Mana shu yerda qolmoqchimisiz desangiz, yo'q, ketaman deydi. Nima ovora qilyapsiz? Endi qilyapman-da. Birodarlar, biz daraxtdagi odamlarmiz. Ketishimizni esdan chiqarmaylik. Jaha obod qilishimizni olib qolmaylik. Esdan chiqarib qo'ymaylik dunyodan chiqib ketishimizni. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Allohumma man ahabbani farzuqhul afafa val kafafa
Va man abghadani fa'ktir malahu va waladahu. Subhanalloh. Parvardigoro dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Kim meni yaxshi ko'rsa deydi. Ya'ni meni yo'limga ergashsa, meni sunnatim ushasa, unga deyapti, ikkita narsani ber deydi. Ha. Qani otaxon bir duo qilib qo'ying deganda, sirasi duoyimiz dunyo matosidan nariga o'tmaydi. Tayindan shamol o'tsin, topganing to'larga buyursin. Allohu akbar. Kam bo'lmaqa bir oqsoqollarki, oxiratini bersin, iymonini bersin, iymon bilan yashashni nasib qilsin, ketayotganingda la ilaha illalloh bilan kechish nasib deydiganlar kam. Shu to'yga buyursin, biz bor o'tiraylik to'g'risida, tayindan shamol o'tsin. Yuraver ko'chada. Payg'ambarimiz bu narsani aytmagan ekan. Meni yo'limni tutgan kishiga ikkita narsani ber. Iffatni ber. Iffat degani birovning qo'liga qaramaslik. Birovdan umidvor bo'lmaslik. Bandasining oldida mana shunday turishligi va kifoyalikni ber. Birovning qo'liga qaratma va yetadigan narsasini ber. Oshirib yor demayapti. Biz albatta pulli bo'lish so'raymizda. Kasbkorga baraka ber, topganlarini men boya aytgandek to'yga buyursin. Birodarlar, ikkita narsani so'rayapti. Iffatni ber. Muhtoj qilma birovga va yetadigan narsani berib tur. Endi kim meni g'azablantirsa, meni yo'limni yurishini xohlamasa, uni bankrot qil, uni kasal qil, uni kambag'al qil demagan ekan. Bizda yomonlikmi bu narsa, to'g'rimi? Kasal bo'lish yomonlik, kambag'al bo'lishlik yomonlik, bu yomon narsalar. Biz qo'rqamiz bu narsadan. Nima degan ekan? Meni yo'limda yurishlikni xohlamagan kishini pulini ko'paytirib qo'y. Bola chaqasini ko'paytirib qo'y deydi. Yuribmiz bola chaqa deb ikkita narsa. Bola, chaqa. Yawmala yanfa'u malun wala banun illa man atalloha biqalbin salim. Qiyomat kunida insonda na bolasi, na chaqasi yordam bermaydi deyapti Alloh. Faqat pokiza qalbi yor. Mana shu ikkita narsani aytayapti Alloh taolo. Payg'ambarimiz ham shu ikkita narsani aytayapti. Pulini ko'paytirib qo'y, ovora qolsin puli bilan, bola chaqasini ko'paytir, shular bilan oxiratdan ovora bo'lib qolsin deydi. Birodalar, dunyodan chiqib ketishimizni esdan chiqarmaylik. Musofirda yashaylik. Inshaalloh shayton makriylasidan omonda qolsa ajralmas. Demak, sizlar bilan bugun orzu havas va hirs degan kasallikni ko'rib chiqqan bo'ldik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.